Bir odamni amakisining o'g'li juda og'ir kasal bo'lib qoldi. Ya'ni amakivachchasi. Ko'rgani bordi. Ko'rib ziyorat qilib chiqqandan keyin farzandidan so'radi. Bu otang bemor bo'lib qoldi. Otangni birortasida qarzi yo'qmi deb so'raganda, otamni qarzi bor dedi. Bo'lmasa shu otangni qarzi mening gardanimda dedi. Endi arzimagan qarz deb o'yladi-da endi. Keyin bilsa 385 ming tillo qarz borligi ma'lum bo'ldi. Bu juda katta mablag'. Gardanimga oldim deb aytib qo'ydi, keyin katta mablag' ekanligini bilib qaytmadi. Mana shu zot aytadilarki, men gardanimga oldim bemor qarindoshimning qarzini va bir amallab bo'lib to'ladim. Allohga qasamki, bir necha yillardan beri kasodga uchrab turgan mollarim bor edi, bir necha kunda sotilib ketdi. Hisoblab ko'rsam, ana o'sha savdolardan topgan foydam qarzlarim bilan to'g'ri teng keldi deb marhamat qiladilar. Men o'sha qarindosh bemor yaqinimni qarzini qancha to'lagan bo'lsam, sotilishidan umidimni uzgan mollarim sotilib, undan keladigan foyda qarzimni yopib yubordi deb bu zot marhamat qiladilar. Besamar qolmaydi azizlar. Nima yaxshilik bo'lsa qilinglar.